Videoni o'tkazishga shoshilmang, bugun men sizlarga mix tuzlangan karam, gulkaramlarni hammasini общий bittada o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi bitta gulkaram, bitta koreyskiy karam, ikkita lavlagi va ikkita savzni ham sovardim men. Hamma narsalarni birinchi yaxshilab yuvib, gulkaramlarni shunaqa ajratib chiqdim. Keyin buyog'iga xo'jayinim kirishib ketdilar ishga. Birinchi sloy gulkaram bo'ladi, tuzni sepamiz orasiga, savzi. Savzdan keyin lavlagini sepasizlar. Oxirida koreyskiy karamni sepamiz, chunki koreyskiy karam yuqa bo'ladi. Qora murch bilan lavrovoy listni ham sefordik. Shunaqa saloni tam kelishi uchun. Koreyskiy karamni biz shunaqa bir 5-6 ga bo'lib terib chiqdik. Qarochi bir qator karam, bir qator lavlagi, savzi ustidan mana shu koreyskiy kapustani sepib, yana tuz bilan sepib chiqdik. Bu yerda qaynoq suvlaring qaynab tursin. Bizda bir tifal suv yetmadi, o'shaning uchun yonida yana bitta kastrulkachani qaynatdik. Suvimiz prям qaynab turgan suv bo'lishi kerak. Shaqara shuqur qilib ustidan quyib yuborasiz, tarelka bilan bostirib, mana shunaqa ko'chalaringizni qisib qo'yib, yerimga o'xshab. Ustini og'ir narsa bilan yopib qo'yish kerak-da. Bir joyga olib qo'yasizlar. 3 kundan keyin olasizlarda yaxshilab yuvasizlar suvini to'kib. Voy, hali yuvganim ham yo'q, shunaqa zo'r chiqdi, hech narsa qo'shganim ham yo'q. Karamlarni sovuq suvga yaxshilab yuvib, suvini sirqitib, bitta idishga olasizlar hammasini. Ko'ryapsizlarmi? Lavlagi, savzilar ham даже g'irchillab zo'r chiqadi. Endi to'g'risi tan olaman, hammasidan shirin gulkaram bo'ladi, koreyskiy karam bilan. Qizil qalampir bilan chesnokni blenderdan o'tkazib, tuz aralashtirib qo'yganman, aganyok qilib. O'shani ustidan seforamiz, tayyor masalliq ustidan va sho'r suv tayyorlaysizlar. Suvlaring faqat obdish bo'lsin, qaynatilgan suv deyiladi, nima deyiladi? O'sha qaynatilgan suvga tuzni aralashtirib, shunaqa ustidan bostirasizlar. Men ozroqgina 4 ta dushistый perец ham sovardim. Даже bolalar ham maza qilib yeydi-da. Aslida hayotda shunaqa narsalarni yemasdi. Aynan mana shu uyda tayyorlasam yeydi. Ayniqsa shu gulkaram shunaqa zo'r chiqadi. Tayyorlab ko'ringlar. 3 kunda tayyor bo'ladi. Sizlar ko'p kuchlaring ham shart emas. Xolodilnikka olib qo'yasizlar keyin mana buyoq qilib.